Assalomu alaykum, Alloh kunlaringni xayrli qilsin. Biz Abuday Xo'qandiy mavzesiga keldik. 3-qavatda sotiladigan 2 xona skvoznoy bor. Hozir videoda to'liq obzorini ko'rsatamiz. Bu kirovrush, ya'ni koridorimiz. Chap qo'lda hammom hojatxonasi. Ikki xonani 3 xona qilingan. Bu oshxonani o'rni bo'lgan. Oshxonani o'rnini bitta detskiy qilib turib, oshxonani verandaga olib chiqilgan. Bu zali. Bu katta yotoqxonasi. Shuni ko'rsatib o'tish kerak, akvaplastron o'rnatilgan. Bu yotoqxonadagi jihozlar qoladi. Uyda qolgan narsalarni olib chiqib ketishadi. Konditsioner, televizorlarni olib chiqib ketishadi. Ushbu ko'rsatib turgan kvartiramiz Abuday Xo'qandiy mavzesida, mo'ljal 27-maktab. Narxini 24.900 baho aytilyapti. Ozroq o'tiladigan joyi bor. O'rtapada skvoznoy, buni ko'pchilik uyga tushunadiganlar bilishadi. Uglovoy bilan skvoznoyning farqini. 3-qavat 2 xonali skvoznoy bo'lyapti. 2 xona 3 xonaga передача qilingan bo'lyapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Narxini ozroq kelishiladi. Hujjatlarida kommunikatsiyada hech qanaqangi muammo yo'q.